restoran, kafe, oshxona, fast food sohasi bo'yicha biznes qilayotgan akalarimiz bo'lsa, mana shu videoni ko'rishinglarni, videoni oxirigacha ko'rishinglarni tavsiya qilamiz. Mana birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Qanaqa uskunalarimiz kelgan, yangiliklarimiz. Mana bir chekkadan manti, ya'ni jumbullarimiz kelgan. Ko'rib turganingizdek, Xitoyda ishlab chiqarilgan va bittalik variantidan boshlaymiz. Mana ko'rib turganingizdek, vok qozonlarimiz minisi, ikkitalik, bittalik va mana bunaqa kattasidan ham mavjud sotuvda. Va marmit idishlarimiz kelgan. Hozir videoda juda pala-parcha ko'rinyapti, chunki bir qator qaramadik. Mana ko'rib turganingizdek, kastrikalargacha, vesrovkalargacha, nerjaveyka idishlarimiz ham kelgan. Qanaqangi uskunalar sizlarga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqishini mumkin. Mana bunaqangi marmit, ya'ni vitrina marmitlarimiz ham yetib kelgan, bittalik, ikkitalik variantlargisi. Mana yumolog'i desangiz, yumolog'i. Xullas, oshxonasi bor akalarimiz, yana bir bor aytamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Birinchi qo'l sifatli uskunalarimizni olib kelamiz biz. Arzon uskuna olib kelmaymiz. Puliga arziydigan va free apparatlarimizni katta qismidan ham boshlaymiz. Mana shu freeni kattasi va o'rtancha qismlari, ya'ni sifatligi, narxiga arziydigan budjetli variantlarga sotuvda bor. Kichigi 5 litrlik, 10 litrlik, 3 litrlikdan boshlanadi. Mana ko'rib turganingizdek. Va mana vitrina taomlarni, issiq taomlarni vitrina qilib, ya'ni ko'rsatib beradigan uskunamiz bo'ladi. Va mana bu KFC uskunasi. KFCni tayyor mahsulotni mana bu yer gradusga qo'yib qo'yasiz. Xohlagan gradusga issiq qilib taomni bir xil darajada ushlab beradigan uskuna. Xo'p. Mana bu yoqda yangiliklarimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Freelarimiz va makmak apparatlarimiz ham sotuvda bor. Va mana samovarlarimiz sotuvga kelgan. 30 litrlikdan boshlanadi. Qanaqasi bor? Paplovolik bo'lsa, mana juda ham sifatlilari ham keldi. Bunaqa sensorlik, xohlagan gradusga qo'yib qo'yasiz, suvni mana yonidan ulab qo'yasiz. O'sha o'zini o'zi ligrovka qiladi. Ya'ni suv tugab qolsa, jo'mrani ulab qo'ysangiz, suvni to'ldirib qaynatishni davom etaveradi. Va elektr plitalarimiz, gaz plitalarimiz sotuvda bor. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Va fast food, ya'ni mini oshxona, restoran, kafesi bor akalarimiz bo'lsa, mana bunaqangi bittalik variantda elektr plitalarimiz sotuvga kelgan, ikkitaligi bor va mana bunaqangi qozonlarimiz ham sotuvga kelgan. Ko'rib turganingizdek. Bunda asosiysi gurunch pishiriladi. Gurunch, shunga o'xshash mahsulotlarni pishiriladi mana. Xullas akalar, opalar, qanaqangi uskuna kerak bo'lsa, konditer sohasi bo'yicha ham aloqaga chiqaverasizlar. Bemalol birinchi qo'l sifatli uskuna olib kelamiz. Nomerlarimizni video ostiga qo'yib o'tamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Yaqinlaringizga ushbu videoni jo'natib qo'yinglar. Like bosib, kommentariyada fikringizni qoldirishingizni xohlab qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.